Assalomu alaykum, Asadbek aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Jahongir yaxshimisiz? Ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat. Rahmat. Bir qiziqarli savollar tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa bizni tomoshabinlarimizga qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Asadbek aka, sizga bitta savol. Hozirgi paytda kurs sotadiganlar, onlayn kurs sotadiganlar, koachlar soni juda ko'payib ketdi. Sizningcha rostakam haqiqiy ustozni firibgar yoki infotsigandan qanaqa qilib farqlasa bo'ladi? Buni 3 ta yo'li bor. Birinchidan, har qanday ustozlarni kimlarda ta'lim olganini ko'rish kerak. Chunki ma'lumot aytilayotgan gaplar qayerdandir olingan bo'ladi. Ya'ni uni manbasi bo'ladi. Manba bo'ladi. Albatta, har qanday inson ham o'z-o'zidan hamma narsani bilib tug'ilib qolmaydi. Demakki, masalan, maktabda o'qiysiz, manba, keyin institutda o'qiysiz, manba, keyin qaysidir kurslarga borasiz, manba. O'shaning uchun 4 ta kitobni o'qib olib chiqayotgan bo'lsangiz, o'sha manba bo'ladi. O'shaning uchun qayerdan olayotganligini tushunishingiz kerak, u gapirayotgan gapini. O'zidan o'zi ustoz bo'lib qolmaydi. O'z-o'zidan ustoz bo'lib qolmaydi. Bir kunda bo'lib qolmaydi. Kuchli ustozlar, masalan, bizning ustoz Saidmurod Davlatov bir 50 ga yaqin ustozlarda ta'lim olgan. Juda ko'pchilikda ta'lim olganda o'zi davrida. Shu bilan birgalikda nimalar qilgan, tajribasini ko'rishingiz kerak. Nimalarni yaratgan, nimani qilgan, qanaqa ishlarni o'zi amalga oshirgan. Bu ikkinchi belgi. Ya'ni insonni ham bilimi, ham tajribasini ko'rsangiz bo'ladi. Yaqqol o'sha amalga oshirgan, qilgan ishlaridan kelib chiqib bu narsani qilsangiz, ko'rsangiz bo'ladi. Bu ikkinchi. Agar hech narsa qilmagan bo'lib, kimlargadir faqat aql o'rgatayotgan bo'lsa, tabiiyki u o'sha faqat teoretik bo'ladi. To'g'ri, ko'p joylarda o'qigan bo'lishi mumkin, lekin o'qiganlarga o'zi amal qilmagan bo'ladi. O'zi o'shani praktikada qo'llamagan bo'ladi. Shuni evaziga bilayotgan, aytilayotgan bilimiga o'zi ham ishonishi qiyin bo'ladi. O'zi ishonmaydi, sizga nimadir o'rgatadi, sizda o'xshashi mumkin, uni ham zarari yo'q, lekin o'zi ishonmaydi shu narsani haqiqatan shunaqa bo'lishligiga. U kak domla, kak o'qituvchi pozitsiyasida qoladi. Endi uchinchisi bor, uni o'quvchilarning natijasini ko'rish kerak. 3 ta narsa insonni o'sha ustozmi o'zi yoki o'sha anavimi ekanligi bilinadi. Chunki o'quvchilar masalan aytgandek o'rgatgan ustoz bo'lsa, u ham natijasi ustoz natijasida. Chunki masalan farzandingizga qarab ota-onasiga baho berasiz. Farzand mo'min, qobil, aqlli, zo'r bo'lsa, demak uni tarbiyaganlar zo'r degani. To'g'rimi? To'g'ri. Xuddi shunday ustoz ham shogird chiqaradi. Demak, shogirdlarini natijalariga qarashingiz kerak, ustozga baho berish uchun. Agar shogirdlar ham zo'r, yaxshi natijaga chiqqanmi, demak ustozda ham qanchadir o'sha darajasini tushunsa bo'ladi shu. Shuni ko'rsatish. Hozir o'zingiz aytib o'tdingiz, ustoz o'zini bilimini, ya'ni teoriyada olgan bilimini o'zi praktikada qo'llash kerak va uni natijasini ko'rsatib bilish kerak, to'g'rimi? Endi o'zbeklarda bitta gap bor, ustoz aytganini qil, qilganini qilma deyshadi. Endi bu qayerdan paydo bo'lgan desa, juda ko'pchiliklar hali o'zi amal qilmasdan boshqalarga ma'lumotni berishni xohlaydi. Ya'ni eng qiyini shuda, bir narsani bilsangiz, bilag'on bo'lasiz. Lekin uni amalga oshirish uchun qilag'on ham bo'lishingiz kerak-da. Lekin bilag'on bo'lganingizdan keyin aqllilik paydo bo'ladi. Aqlli bo'lgandan keyin boshqa hali u narsani bilmaydiganlar oldida siz zo'rdek ko'rinasiz-da, o'ta balandroq ko'rinasiz. Manmanlik boshqa. Manmanlik, kibr paydo bo'ladi. Ana shu holatda siz o'zingiz tutolmaysiz. Masalan, davraga kelib qoldingiz, siz eshitgan informatsiyani hali hech kim eshitmagan o'tdagilar. Endi ular noto'g'ri gapirayotganini sezyapsiz. Ichingiz qizib ketadi-da, ularga aqllilik qilishni xohlaysiz. Mana shu etap bo'lganligi uchun odamlar ko'pchilik aytib yoradi. Endi aytib yorgandan keyin nimaga o'zi qila olmaydi desa, bilim bu yuk. Yuk. Deylik, tasavvur qiling, o'zi zalga mana chiqar ekansiz, zalga chiqasizda birdaniga 100 kilodan boshlaymiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Bir 30 kilodan boshlaysiz masalan, 30 kiloni ko'taryapsiz. 30 kiloni ko'tarishingiz kerak edi.
Lekin hali unda immunitet hosil qilmadingizda, trenirovka qilmadingizda, 30 kiloni ko'tarib uni bemalol ko'taradigan darajaga chiqmadingizda, risk 35, riskka 40 o'tib ketdingiz. Nima bo'ladi? Уже 30ni ko'tarolmagan odam qanaqa qilib keyingisiga o'tadi? Shunaqa. Endi inson biron bir informatsiya olganda yuk paydo bo'ladi. Yuk. Ana shu yukni endi oldin o'zi ko'tarib, yaxshilab immunitet hosil qilib, Hazm qilib olib, keyin o'sha yukni mana endi sanga desa, keyingisini bemalol ola oladi. Endi agarki odam olgan bilimini o'zi amal qilmasdan birovga aytsa, yuk odamga o'tib ketadi. Unga keyin og'irroq keladi. Shuni hisobiga bildingiz, aytaverdingiz. Masalan, bir gal 30 kilo edi, manzga aytib yuborsam, menga 35 keladi. Men keyin yana kimgadir aytsam, endi 40 keladi. Yana kimga aytsam 50 keladi. Borib 100 kiloga chiqib ketgandan keyin men o'zi ko'tara olmayman. Nima? Ana shunda domlani aytganiga qilgani qilmadigan shu payt. Ular ko'p narsani biladi-yu, ko'pchilik yetib olgandan keyin o'zi qila olmaydigan holatga tushib qoladi. Ana shundan keyin ularni ko'radi-da, o'zi qilmayapti-ku deydi. Ana shu o'ta xavfli joy hisoblanadi. O'shaning uchun odam kam bilib, ko'p amal qilguvchilardan bo'lsa, mana shu situatsiyaga tushmaydi hech qachon. Tushundim. Yukligini tushunmaydi-da, bilim olganda odamlar yukligini tushunmaydi. Ana u yukni o'zi oldin trenirovka qilmasdan birovga berib yuboradi. O'shaning uchun men darslarimda aytamanki, любой narsani o'rgatganimda ko'p narsa oladi informatsiya. Birinchi darsda o'zida aytaman, bilganingni hech kimga aytma, hech kimga o'rgatma deyman. O'zi ichi qizib ketadi-yu. To'g'ri. 5 soat informatsiyani ichi qizib ketadi. Devorgalar energiya to'lib ketadi-da, uni sarflash kerak endi. Sarflash faqat amalga sarflash kerak edi. Amaliyot hali bo'lmagani uchun uni qayerdir baribir chiqarish kerak. Kimgadir aytib sarflaydi-da uni. O'shandan keyin nima qiladi? O'zi qiynalishni boshlaydi. O'zi ahamiyat bergan bo'lsangiz, odam ko'proq bilgan sari kamroq gapiradigan bo'lib qoladi. Ko'proq bilgan emas, ko'proq amal qilgan sari. Ko'proq amal qilgan sari. Ha. Ya'ni 3 ta daraja bor-da, bilmaslik darajasi bor, bilish keyin aqlliligi bor, bilimiga amal qilishlik donishmandlik. Donishmand odamlar o'sha siz aytganingiz darajaga chiqadi. Kelib aqllilar emas, aqllilar ko'p gapirgisi keladi, o'zini ko'rsatgisi keladi. Men zo'rman bildirish keladi. Donishmandlar o'zi jim turadi, uni kuchliligini hamma o'zi tushunib oladi. Kelib maslahat so'ragandan keyin gapiradi. Fikrini so'ragandan keyin. O'zi borib gapirmaydi. O'zi borib o'zinikini talqovat qilmaydi. Lekin kimlardir undan so'rasa, shunda tobida javob berib qo'yadi-da. Endi mana hozir ustozlarning natijasi haqida gapirib o'tdik. Mana ustozni tanlayotganda nima muhimroq? Uni o'zining natijasimi, hayot tarzimi yoki ularni shu o'quvchilarining natijalarimi? Uchalasini ham olasiz. Nimaga? Endi siz ustoz tanlayotganda qaysi sohada ligiga qarashingiz kerak. Birinchidan ustozni agar siz o'quvchilarga o'xshagan natijani olmoqchi bo'lsangiz, o'quvchilarga ko'proq fokus qaratasiz. Lekin siz ham ustozga o'xshagan odamga aylanmoqchi bo'lsangiz, ustozni hayot tarziga qaraysiz. Nimaga desa, siz shunga o'xshagan odamga aylanmoqchisiz. Aynan o'shanaqa tipaji sizni kumiringiz shu, misol uchun. Bir xillar ustozni kumir sifatida oladi. Menga deydi, deydi, shunga o'xshagan insonga masalan o'xshagan bo'lardim deydi. Masalan, tarixda bo'lgan-ku Umarga o'xshagan holatli yoki Abu Bakrga o'xshagan Siddiq yoki Aliga o'xshagan Usmon masalanchi ular. Undan tashqari Salahiddin misol uchun bizani kumirlarimiz bo'lgan-ku, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab shu insonga o'xshagingiz kelsa, nima qilasiz? U insonni nimalar qilayotganligini, hayot tarzini, umumiy jamiki uni amalga oshirayotgan ishlariga qiziqishingiz kerak. Yaqindan u inson bilan uni kechinmalari, uni qiziqishlari, uni maqsadlari bilan ko'proq qiziqishingiz kerak. Chunki insonga o'xshash qiladigan narsa o'xshash maqsadlar hisoblanadi. Agar sizni maqsadlaringiz o'sha ustozga o'xshab bir xil bo'lmasa, siz o'sha insonga o'xshagan bo'la olmaysiz. Insonni
qanaqadir darajaga hosil qiladigan bir formaga keltiradigani hayot tarzini umuman hammasi uning maqsadlari bo'ladi. Siz qanaqadir o'rtaga maqsad qo'yasiz, shu maqsad sari o'zingizni moslashtirasiz keyin. Hayot tarzingizni, yeb-icharingizni, umuman gapirishlaringizni, chiqishlaringizni, hamma bilimlaringizni shu maqsadingiz uchun xizmat qiladigan qilib qo'yasiz. Ya'ni qolgan insonning jamiki narsasi uni maqsadiga xizmatchi hisoblanadi. O'shaning uchun sizni maqsadingiz agar ustoz maqsadi bilan bir xil bo'lsa, ustozga o'xshagan insonga aylanishingiz mumkin. Lekin agar sizni maqsadingiz ustozni o'quvchilari kabi natija olish bo'lsa, unda o'quvchilarga qarab intilishingiz kerak bo'ladi. Shunda birinchi o'rinda ustoz bilan qadriyat bilan maqsadlari to'g'ri kelishi kerak ekanda o'quvchi. Endi maqsad qadriyatni ham qarang, maqsad belgilab beradi qadriyatni ham. Qadriyat ham maqsadga xizmat qiladigan omil xolos. Masalan, siz kelajakda odamlar oldida umuman o'sha o'zingizni ustoz sifatida ko'rsatmoqchisiz. Sizdan ko'pchilik havas qiladigan holatni xohlaysiz. Demak, siz qadriyatingizda yolg'on gapirmaslik degan qadriyat shakllantirishingiz kerak bo'ladi. Masalan, oldin bir yolg'on gapirib, bir yolg'on gapirmaydigan odatlaringiz bor edi, kamchiligingiz bor edi. Endi siz maqsad qo'ydingiz, nima? Mashhur bir inson bo'lishga. Endi shu kamchilik ustida ishlaysiz endi. O'sha qadriyatni nima qilasiz endi? Shakllantirasiz endi o'zingizda. Majbursiz. Ana uni xohlaganingiz uchun, mashhur odam bo'lish uchun xohlasangiz yolg'on, chunki o'sha mashhurligingizga boyagi odatingiz qadrida ta'sir qiladi endi. Agar zaif tomoningiz ertaga sizga u katta minus keltirishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun ham har qanday insonni shakllanishi, ya'ni qadriyati bo'ladimi, umuman kiyinishi bo'ladimi, ovqatlanishi bo'ladimi, yoki bo'lmasa sport bilan shug'ullan, umuman jamiki yashash tarzi uni maqsadidan kelib chiqib shakllanishga olib keladi-da. Rahmat. Hozirgi paytda mana O'zbekiston bozorida tendensiyalarni kuzatib borsangiz kerak. Dars beruvchilar, ustozlar orasida. Endi sizni fikringizcha, hozir ustozlar bilim sotyaptimi yoki umidmi? Har doim ustozlar umid sotadi. Umid. Nimaga desa, insonlar bilim olishda o'sha umidida keladi. Nimaga desa, umid qilamanki, shoyatki muammolarim bor, o'sha ustozga borib, ta'lim olib, o'sha men xohlagan narsaga erishaman deydi. Lekin erishmaslik ikki tomonga bog'liq. Borganda o'sha olgan ilmlari erishmoqchi bo'lganlarga olib boradigan ilm bo'lishligi. Ikkinchisi, olsa-yu, lekin amal qilmasa baribir u kutgan natija bo'lmaydi. O'shaning uchun ham har qanday maktab bo'ladimi, bog'cha bo'ladi, masalan, ta'lim maskanlari hammasi odamlarga umid sotadi. O'sha ustozlar ham o'sha kelgan o'quvchilarni umidini so'nib qolmasligiga, umidi hosil bo'lishiga harakat qiladi. O'zini dasturi bilan, o'zini shu metodikasi bilan, o'zini o'sha uslublari bilan, hammasi bilan u o'sha o'quvchini birinchidan shuning uchun aniqlash kerak. Nima umidida keldi? Aynan shu umidni hosil qilishga yordam bera oladimi, yo'qmi deb ustoz ham o'quvchini tanlash kerak-da. To'g'ri kelgan odamni ovurish kerak emas-da. To'g'ri. O'shanda filtr qilish kerak. O'sha nima maqsadga kelding, nimani umid qilyapsan kelajak? Chunki hali erishmagan narsa, masalan, daromadingiz qanaqadir darajada, $1000, $2000 umid qilib kelyapsiz 2000-3000 ga chiqishini, 2-3 bora x bo'lishini. Shuni programmasini o'tsam, shu aytgan bilimlarni olsam va amal qilsam 2-3 bora oshadi. Hali oshmadi-ku. Oshishini umid qilib kelyapsiz-da. Masalan, shu ustozga borsam, umid qilamanki, ingliz tilini biladigan bo'laman. Shu ustozga borsam, umid qilamanki, matematikani yaxshi o'zlashtiraman. Hali o'zlashtirmadingiz. Shu ustozga borsam, umid qilamanki, olimpiadada yutib chiqaman. Umid qilamanki, shtobi men o'ylagan narsa hosil bo'ladi degan pozitsiyadan o'quvchilar boradi. Chunki masalan, kasal bo'lgandan keyin doktorga borasiz-da, shifo. Umid qilamanki, doktor o'sha meni kasalimga shifo beradi. Umid izlab boradi. Ixlos bo'ladi-mi? Endi ixlos degani o'sha ixlos boshqaroq narsa. Ya'ni aynan shu insondan olaman deyish ixlos. Aynan shu inson menga ko'proq yordam berishi mumkin degan e'tiqod bu ixlos bo'ladi. Aynan.
xohlagan emasda. Ko'proq mana shu insondan man o'zimni umidlarim amalga oshishini ishonyapman degani ixlos bo'ladi. Man ixlos qo'ydim deydi. Qolganlarga fokus qaratmaydi, faqat shunga fokus qarataveradi shu insonga. Bu mani subyektiv fikrim. Lekin o'ylashim bo'yicha 80% mana biznes treninglar yoki biznes kurslarda yangi bilim emas, ammo odamlar ahamiyat bermay qo'ygan masalalar ko'tarilib, shunga ahamiyat berishga chaqirishadi. Deylik, marketing sohasi yoki sotuv sohasi. Biznesga sotuv bo'limi kerakligini hamma biladi. Sotuv bo'limi qanaqa bo'lishi kerakligini ham hamma biladi. Lekin qanaqadir bir mayda detalga ahamiyat bermay qo'ygan joyga ustoz shu narsani topib berishga yordam beradi deb o'ylayman. Bir yangi yo'nalish, yangi qanaqadir sistema o'rgatishmaydi degan fikrdaman. Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni yangilik kashf qilmaydi degan qaysidir ma'noda bu to'g'ri fikringiz. Endi qarang, tendensiya degan narsa bor. Masalan, sotuv degan narsani oladigan bo'lsangiz, bozor tendensiyasida oldin nima bo'lgan? Mahsulotlar kam bo'lgan shundoq ham xaridorlar ko'p bo'lgan. Defitsit produkt, ya'ni mahsulotda defitsit. Unda nima bo'lgan desa, odamlar aktiv sotuvlar qilishiga hojat bo'lmagan. Ya'ni mijozga borib, iltimos qilib, tushuntirib, olmani kindirib, tovarni afzalligini ko'rsatib, mijoz o'zi iltimos qilib kelgan, bu shoh bo'lib o'tiravergan. Ha, xohlasan beraman, xohlasan bermayman, xohlasan narx belgilab, xohlasan, ya'ni aktiv sotuvlarga ehtiyoj bo'lmagan. Endi davr keldida nima ko'payib ketdi? Tovar ko'payib ketdi. Mijoz, hammaga mijoz kerak bo'ldi. Endi ikki xil sotuv borda, passiv sotuv bor, aktiv sotuv bor. Passiv sotuv mijozni kutib, qachon mijoz kelar ekan keyin sotaman deyishlik, bu passiv sotuvlar. Aktiv sotuvlar hamma raqobatchidan oldin o'zingizni mahsulotingizni o'sha ehtiyoj bor odamga borib sotib qo'yishingiz, bu aktiv sotuvlar. Mana shu aktiv sotuvlar bilan passiv sotuvlarning texnologiyada farqi bor. Skriptlarda farqi bor. Yondashuvda farqi bor. Uni umuman mohiyatida farqi bor. Endi zamonda faqat passiv sotuvlar bo'lib kelgan bo'lsa, endi davr kelganu, lekin uni tushunmayapti mana u. Hali ham o'sha passiv sotuvda o'tiribdi, savdolar tushib ketib qolyapti. Klient kelmayapti. Klientlar oqimi nima qilgan? Pasaygan. Endi ustoz nima qiladi desa, baraka topkur, u zamon tuga bo'ldi, uyg'ongin. O'sha aktiv sotuvlar davri keldi. Endi buni ta'limini olgin, ta'limotini olgin. Mijozga borib sotish san'atini o'zlashtirgin degan ma'noda bilim berish kerak bo'ladi. Ya'ni oldin bilim bor edi u narsa, ular o'zlashtirmagan edi. Umuman olganda bilimni hammasi bor. Jamiki qiyomatgacha keladigan bilan hammasi odam atoga bergan o'zi. ChatGPT ham bor o'zi aslida, lekin kashf qilinmagan edi. Bor o'zi, lekin zamon manusiga kelib, sekin nima qilyapti? Ular ochilyapti. Lekin ochilganda birinchi shu ochilishini ustoz kashf qilyapti. O'zlashtiryapti-da, keyin o'rganmaganlarga, kashf qilmaganlarga nima qilyapti? Pastga beryapti. Uni bilim degan nima degan desa, tepadan olib pastga berish o'zi. Tepadan olasiz, pastga berasiz. Olib, sizdan ham kimdandir. Faqat hammadan oldinroq olgan odamlar ko'pini olgan ustoz bo'ladi. Masalan, institutda o'qib kelasizda, keyin maktabga borib o'qituvchilik qilasizda. Siz institutda o'qib kelganingiz uchun nima qiladi? Hali maktabdalarga institutga kirib o'qimadi. O'zi institutda u bilim bor, yangi bilim emas, lekin o'quvchilar hali bormagan kuni. U bilimni olishga nima qilmagan? Vaqti bo'lmagan, uni kerak deb qabul qilmagan. Lekin aslida bor yangilik. Shu ma'noda aytgan o'sha o'zi bor narsani beryapti-ku desa, bor narsani beryapti, yo'q narsani bermaydi. Faqat o'sha yo'q narsa kimda yo'q bo'lsa, o'shanga muhtoj odamga berish kerak. Tushundim. Mana tanish ustozlar ko'p bo'lsa kerak o'zingizda. Dars beradiganlar. Men taniydiganlar ko'p. Biznes yo'nalishida, moliya yo'nalishida yo'nalishida yaqin ustozdan 10-15 taga yaqin ustozdan taniyman. Endi
umumiy qarang, ustozlar ham ta'lim yo'nalishida biznes treynerlar deganda odamlar tushunishi kerak. Hammasi ham bir go'r, hammasi ham bir xil emas. Hmm. Masalan, doktorlar ko'p, lekin doktorlarni hammani doktor, shifokor deymiz. Lekin kimdir lor, kimdir stomatolog, kimdir nima kardiolog, kimdir ya'ni boshqa O'zini yo'nalishi yo'nalishi bormi? Ha. Xuddi shunday biznes ustozlar ham juda ko'p. Kimdir HR bo'yicha mutaxassis, kimdir marketing bo'yicha mutaxassis, kimdir yana sotuv bo'yicha mutaxassis, kimdir yana moliya bo'yicha mutaxassis, kimdir umumiy tizimlashtirish bo'yicha mutaxassis, kimdir kompaniyani masshtab qilish bo'yicha mutaxassis, kimdir yana individual ishlash bo'yicha mutaxassis. Ya'ni yo'nalish har xil. Kimdir terapevt, kimdir u. Mana shu formatda tushunish kerak. Endi siz kasal kimsiz? Tomog'ingiz og'riyotgan bo'lsa, ustoz qaraysiz. Demak, sizga lor kerak. Borib lorga murojaat qilishingiz kerak. Yoki tishingiz og'riyapti. Endi bundoq qaraysiz. Demak, tishni davolaydigan kim ustoz? Stomatologga borishingiz kerak. Ya'ni shifokorlarda buni bilamiz, qattimiz og'risa kimga murojaat qilishni. Lekin biznesda bu narsa nima qilmaymiz, hammani bir xil deb tushunib qolgan. Endi shu narsani aytmoqchi edim. Keyin muammoni aniqlashni ham bilish kerakda. Muammoni endi o'zi tegini. biznesda shunaqa narsa borki, siz o'ylaysiz, tishim og'riyapti deb. Shunaqa. Lekin borganingizda aslida oshqozondan bo'lishi mumkin, jigardan bo'lishi mumkin. Shunaqa. O'shaning uchun ham biznesda muammoni bilish qiyinroq. Organizmda shifokor tanlash oson, chunki uni anosi chiqadi. Следствие chiqib keladi, tishingiz og'riydi, ko'rinadi, tomoq og'rib ko'rinadi. Lekin biznesda ko'rinmaydi. Hammasi sotuvda pasayib ketganligida, xodimlar ketib qolganligida, yoki bo'lmasa moliya yetmayotgan nasiya savdolar ko'payib ketganligida bilinadi kasal. Lekin u asl kasal balki miyadadir, misol uchun. Nasiya savdo kamayib ketyapti-da, nasiyani to'g'rilayman deb qaysidir ustozga boryapsiz. Lekin o'zingizni ubеждениялаringizda men nasiya savdo bermasam bo'lmaydi degan fikr bor. Shu fikr to'g'rilamagunicha ubеждение deydi, uстановка. U ustozga yordam bera olmaydi. Demak, oldin bu tomonni to'g'irlash kerak bo'ladi, uni instrument ishlash uchun. O'zi ko'p mana norozi bo'lib qolgan studentlar aslida o'zini muammosini bilmay kelganligidan ham bo'lishi mumkin-da. Biz o'tgan yili klub bilan Angliyaga bordikda. Angliyada o'sha yerda ham xalqaro kompaniyalar, qanaqa kompaniya bo'lganligi, nima ilmlar evaziga shu kompaniyalar bo'lganligi bo'yicha menga qiziq edi. Chet ellik Angliyadagi o'sha top universitet, top kompaniyalarni o'sha o'qitgan, o'rgatgan kompaniyalardan ta'lim oldikda. O'shanda marketing temasida aytilyapti. Aytyaptiki, odamlardagi eng katta muammo deyapti. Muammoni muammoligini bilmaganligi deyapti. Chunki mana Большая проблема, то, что не знает, то, что это проблема deyapti-da. Chunki mana deylik. Chunki siz любой narsani muammo deb bilmasangiz o'zgartirishga, uni hal qilishga harakat qilmaysiz. Normalniy deb qabul qilasiz. Aslida o'shani tushunishingizni o'zi katta yechimda o'zi. Tushunib qoldi. Bu muammo ekan desangiz, keyin nima qilasiz? Uni hal qilish yo'lini qidirasiz. Lekin buni o'zi shunaqa normal holat desangiz, uni nima o'zgartirishga harakat qilmaysiz-da. Keladi, sotuvim past deydi. Sotuvni oshirishni o'rganadi, bilsa u, например, servis muammosi bo'lishi mumkin. 1000 odam kelgan bilan baribir sota olmasdan chiqib ketadi. Yoki hisob-kitobda noto'g'ri qilayotganligi bo'lishi mumkin. Chunki oddiy sotuvlar pastligi, kamligi o'sha себестоимостьda noto'g'ri hisoblagan tannarxni va ustiga qo'ygan marja hisoblashni bilmaydi. Masalan, bizga ham keladi. Marja bilan natsenkaning farqini bilmaydi. Nimada farqi? Marja bilan natsenkani farqi nima? Mana siz. Endi trading emas. Natsenka endi ozgina bepul insight. Ustiga mana qo'shimchani qo'yish bilan marjani farqiga, marja bu sizni umumiy tushumni ustiga qo'ygan pulingizni tushumga nisbati. Natsenka ustiga qo'ygan summangizni tannarxga nisbati natsenka bo'ladi. Masalan, 100 so'mlik tovar olib 20 so'm qo'yib sotdingiz, endi 20 so'm natsenka. To'g'rimi? Natsenkani chiqarish uchun 20 ni 100 ga bo'lasiz, 20% chiqadi. Lekin marja nima bo'lsa, 20 ni 120 ga sotasiz. Sotgan summangizga sotasiz. Ana marja chiqadi. 20 so'm ustiga qo'yib
skidka qilib sotgan bo'lishingiz mumkin, chegirma bonus bergan bo'lishingiz mumkin. Unda marja kamaygan bo'ladi. Sotilgan realniy summaga nisbati u marzani beradi. 20 ni 120 ga bersa 16 ga 6 bo'ladi u. Lekin sof foyda natsenkadan kelib chiqmaydi-da. Sof foyda marjadan minus bo'lib keyin sof foyda bo'ladi. Mana shu narsani oddiy masalan bilmaydi. Ya'ni natsenka bu sotmoqchi bo'lgan narxim maqsad ustiga qo'ygan summangiz, qo'shimcha ustiga qo'ygan foizingiz natsenka. Marja foyda chiqadi, oladigan, sizga qoladigan summa marjadan kelib chiqadi. Tushundim. Endi mana hozir bir yaxshi nima deydi, qiziq yo'nalishga o'tib bordik. O'zingizda ham mana har xil yo'nalishlarda treninglar o'tasiz, kurslar bor. Endi mana bilishim bo'yicha yaqinda aytishdi, yopiq Telegram kanal ochibsiz studentlar uchun. Studentman, sen shogirdlar uchun yopiq Telegram kanal ochibsiz. Universitet bizanki endi ustoz shogird formati. Shogirdlar uchun yopiq Telegram kanal ochibsiz. U Telegram kanal aslida o'zingizni mana hozirda kelib sizda bilim olayotgan shogirdlar bilan bir ma'lumot berishga ishlatiladigan kanal. Endi bitta taklif bor. Mana Xudo xolasa bu podkastimiz YouTube'ga chiqadi. Shu YouTube'da birinchi bir 50 ta odam izohda plus qoldirsa yoki bir o'zini fikrini, muammosini yozib qoldirsa, shularga shu Telegram kanaliga kirishga imkoniyat bera olamizmi? Endi qanaqadir o'sha muddat davomida kirish mumkin bo'ladi. Har qanday narsani ham berish mumkin. Masalan, insonda ikkita narsa borda. Ya'ni riboni unsuri bor. Ya'ni har qanday foyda keltiradigan qarz ribo deyiladi. Misol uchun 1 million berdingizda ustiga qo'shib olishingiz yoki qarz berib ustiga qo'yish ribo. Lekin ikkinchi unsuri bor. Har qanday evazsiz foydalar ribo bo'ladi deydi. Biz hamma narsani bepul berishga harakat qilamiz, lekin u insonga zararga ishlaydi. O'shaning uchun bonus sifatida, chegirmalar sifatida ma'lum bir muddatga bersa bo'ladi, muammo yo'q. Lekin ma'lum bir muddatdan so'ng u qanaqadir evazini bersa yaxshi bo'ladi u uchun. Berishni 7 ta darajasi bor-da o'zi. Bu birinchi darajasi hech bo'lmasa rahmat deyish kerak. Nimadir oldimi odam? Hech bo'lmasa rahmatini aytish kerak. Bir xil shu rahmatini ham aytmaydi-da. Oladi, shu rahmatni ham bermaydi. Endi evazini pulini berish bu ikkinchi daraja hisoblanadi. Ya'ni birinchi daraja prosta rahmat deydi. Undan ham tepa darajalar bormi desa, undan ham 7 ta darajasi bor. Odamlarga agar o'sha evazsiz bo'lib qolmasligini xohlaydigan bo'lsa, o'sha darajalarni bilib olsa, shart emas, faqat pul bilan to'lov qilishligi. Uni o'shalar bilan ham amalga oshirsa bo'ladi. Ustoz rozi qilish kerak. Bergan bilimiga o'zi o'sha evazini almashuv, ya'ni butun dunyo almashuvga asoslangan. To'g'ri. Agar siz nimadir olsangiz, nimadir almashuvni buzishiga sababchi bo'lgan odamlar qatoriga kirasiz. Qancha siz almashuvni buzishga sababchi bo'lgan odamlar sizni sistema shuncha chiqarib olishga harakat qiladi. Har doim win-winda ishlash harakati qilish degan narsa nima desa, ber, ol, ber degan narsa almashuvda butun dunyo shuni ustiga qurilgan. Hamma narsalar, sistema. Endi shu almashuvni shu buzishiga nima qiladi? Sababchi bo'ladi. Yo'q deyapsiz. Olyapsiz-da bermayapsiz. Tushunyapsiz? O'shanda nima bo'ladi desa, sizni o'sha sistemani buzmaslik uchun ustiraynat deydi, chetga chiqarishga harakat qiladi. Olaversangiz u. Siz olib kimgadir berishingiz kerak u. Siz bermaganingiz kimdir nima och qoladimi? Kimdir o'sha yetib bormaydimi? O'shanda nima qiladi? San chiq deydi, bu yerdan chiq deydi, o'rningizga o'shani zanjir zanjirda sipochkani zanjiri uzib qo'yibsiz. Shunaqa. Nima bo'ladi? U yoqqa tok o'tmaydi, u yoqqa keyingi manfaat o'tmaydi. O'shaning uchun sipochkani uzgan odamga nima qiladi? Olib tashlaydi, yangi sipochkani davom ettiradigan qo'yib qo'yadi. O'shaning uchun ham evazsiz foydani olishga harakat qilmaslik kerak. Bizlar ming afsuski, O'zbekistonda juda ko'p odamlar mana o'zbek millatida evazsiz foyda olishga harakatlar ko'p. Chet elga boradi-da, даже avtobusga kiradi-da, biletini to'lamaydi, men maqtanadi. Eng yomoni o'sha evazsiz foydani
olganligini maqtanadi. "Men deydi aldadim, konduktorga to'lamadim. Qarasam hech kim nazoratchi yo'q ekan. Men metroga dedi shundoq sakrab o'tib ketdim. Qaramadim" deb maqtanadi. Yoki bo'lmasa avtomat anavlarda men esimda Angliyaga bordim deb bittasi avtomat hali bizada suv beradigan, narsalar beradigan yo'q edi. O'shanda aldab, bitta kol olgan ekan. Shuni maqtanib aytib beryapti, g'ururlanib aytib beryapti. "Men o'sha avtomatni aldadim, men o'shandan oldim" deyapti-da. Endi bu o'ta achinarli narsa bizani Xalqimizga kelgan kasal bu lekin. Ha, bor kasallik narsa. nuqtai juda yomon illat hisoblanadi. To'g'ri. Bepul bu narsa bu joyda O'sha bepul desa tekini, ko'roq bepulini suv o'chirdi oladi, turib. pulisiga уже rozi emasda. Shunaqa. Mana rivojlangan davlatlar hammasiga borsangiz, evazsiz narsa olmaslikka harakat qiladi. Maksimum nima qiladi, evazini berishga, chunki bu sunnatda o'zi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir olsa, ikki berib qaytarganlar. To'g'ri. Endi biz o'zi shu ummatimiz davomimiz, shuni davomchilarimiz davomimizda naborud uni aytganlarga zid ish qilamiz. Unga ummatdosh bo'lmaganlar nima qilyapti? Uni aytganini qilyapti, bilmasa ham. Yevropa, g'arb davlatga borsangiz, maksimum nimaga odamlar maza qilib yashagisi keladi desa, evazsiz foydani o'zi yo'q u yerda. Hamma o'zini evazini olganiga yarasha beraveradi, olganiga yarasha beraveradi. Hech kim norozi emasda. Bizadachi oladi-yu bermagandan keyin norozichilik paydo bo'ladi. Chunki narigi odamga obmen energiya bo'lmadi-da. O'sha buzildi. O'shandan keyin jamiyatda juda ko'pchilik norozi. Masalan, olmasdan, bermasdan oldingizmi, sizga ham xuddi shunaqa munosabat bo'ladiki. Siz To'g'ri. kimnidir haqqini yeb ketdingizmi, endi sizni haqqingizni ham kimdir yeydi. To'g'ri. Siz tushunmas Qaytadi. qaytar dunyo deydi-yu. Endi siz tushunmaganingiz uchun xafa bo'lasiz keyin. O'zingiz oldin shu ish qilganingizni xatoligini sizga ko'rsatish uchun ish bo'lgan bo'ladi. Mana sen evazini olib bermading-ku deydi. Sizga ham bermay ketadi keyin. Norozilar ko'payib ketadi shunga evaziga. Men sizni tushundim Asadbek aka. Endi umid qilaman biz hurmatli tadbirkorlarimiz Yo'q, ham sizni muammo to'g'ri yo'q. tushunishadi degan Masalan, 1 oy umiddaman. deydi, 2 oy deydi. Shunaqa ma'noda vaqt chegarasida berish mumkin. Bo'lmasam keling Bizda ham bitta masalan 3 tagacha bor, masalan, har gal har qanday pulli temalarimizni bemalol beramiz, bepul beramiz. Lekin hammasini emasda. to'g'ri, Masalan, 14 ta darsimiz bo'lsa, transformada 3 tasini bepul olsa bo'ladi. Bemalol kelib. Qolganiga endi mana ko'rding, yeb ko'rding, 3 marta yeb ko'rding. Restoranga kiryapsiz-da, restoran egasi deyapti, 1 marta keling, mehmon bo'ling deb yeyapsiz. 2 marta keling, mehmon bo'ling yeyapsiz. 3 marta keling, mehmon bo'ling yeyapsiz. Endi yoqdi, shashligi zo'r dedi. Keyin endi keyingisiga kelganda bo'lmasa to'lang deyapti-da. To'g'ri. Bu normal holat. Bir marta To'g'ri. tushuntirish uchun, ovqatingiz haqiqatan shirinligini ko'rish uchun u hali bilmasdan turib pul to'lashga tayyor emas. Berish uchun Ishonch qabul normal, qilish kerak. ishonchli bo'lish uchun. Lekin hammasini bepul olaman deyishlikda unda уже demak illat borligi, unga foyda bermaydi-da, ya'ni o'quvchi foydasidan bo'lmaydi bu narsa. O'shaning uchun ham maqsad unga yordam berish bo'lgandan keyin unda evazsiz foyda olishga bo'lgan intilishni ko'paytirmasligimiz kerak. Nimaga e'tibor kuchaytirsangiz o'shaga sababchi bo'lasizda, ko'payishiga, kengayishiga. O'shaning uchun shunga sababchi bo'lib qolsangiz bo'ldi. Tushundim. Katta rahmat. Shunda mana hurmatli tomoshabinlar, hurmatli tadbirkorlar, shu videoga qiziqarli savollaringlarni, qiziqarli biron bir biznes muammolarni izohda qoldirsanglar, Asadbek ham o'zlari ko'rib chiqib, Masalan, bir marta hammaga bepul konsultatsiya beramiz. zo'r. Soatlik konsultatsiyamiz ham qanaqadir narxi bor. Zo'r. Lekin bepulni bir marta beramiz. Kelsa, qilsa, murojaat qilsa, vaqtimizga qarab, Zo'r. u ham masala yo'q. Shu Har qanday takliflarga 1 ochar soat, 1,5 ekansiz. soat misol uchun kelib, butun o'sha biznesni analiz qilib, muammolarni yechim olib ketish mumkin. Bitta anavni o'zida ham ancha-muncha narsa olib ketadi. Hatto bu qayerda muammo boya aytdik-ku, muammoligini bilmayapti deyim. Qayerda o'zi aslida muammolik hatto tushunib ketadi. Va bunga yechim bera olamizmi? Endi bir martalik yechim berasiz. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, muammosiga siz Yechim berasiz, lekin davololmaysiz. Yechim berish falon dorini ich degan bilan barobar. Lekin davolanish uchun yotish kerak. Politsiyaga uni har kuni check-up qilish kerak. Keyin
uni To'g'ri. назначение qilib 10 kun davolanish kerak bo'ladi-yu. Yoki uni kasal og'ir bo'lsa, shunga moslab uzoqroq muddat xuddi shunaqa narsada. Lekin diagnoz qo'yishingiz mumkin. Doktorga keldi, analiz topshirdi, bundoq qaradida, "Ha, sani kasaling faloncha ekan. Endi mana bu tabletkani hozircha ichib tursang bo'ladi" deb diagnoz qo'yib chiqarib olsak bo'ladi. Tushundim. Katta rahmat Asadbek aka. Bo'lmasam qiziqarli savollarni izohlarda kutib qolamiz. Zo'r Va bo'lardi, menga ham qiziq. keyingi Qanaqa podkastimizga ham bir qiziq anaqa bo'ladida. Asos savollar bo'ladi. Asos Ya'ni bo'ladi. har qanday insonni muammosidan kelib chiqib nimanidir Albatta. tashkillashtirsa, bu insonlarga beradigan manfaatdorligimiz ko'proq bo'ladi deb o'ylayman. Biz bu yerda hamma narsani gapiraversak, bu insonlarni muammosiga yechim bo'lmasa, biz ham vaqtlarni behuda sarflaganimiz ham Shunaqa. bo'ladi. Albatta har qanday vaqtni odamlarni biron bir muammosiga yechim berish, ya'ni manfaatli bo'lish uchun Foydali bo'lish uchun. sarflasak bu yaxshi deb o'ylayman. Katta rahmat ajratgan vaqtingiz uchun. Vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat. Rahmat.